Assalomu alaykum, Kara UZB kuzatuvchilari, g'ish biznesmenlari. Bizdan erta bahor sho'rchidan Azamat aka degan bir komplekt apparat olgan. Endi kuzga kelib servis xizmatlari qilib berildi. Bularga erta bahorga tayyor, yurishga tayyor. Endi ko'p narsalari o'zgartirish bo'lyapti. O'zgartirishlarni kiritdik, kerakli o'zimizni yangicha o'zgartirishlarni kiritdik bularga ham. Erta bahorga qo'lni yurishga tayyor nahadek qilib qo'yildi-da. Kimdir endi erta bahorda sezonda qichab nima deydi? Remont qilish kerak ekan yo boshqa ekan deb yotmaydi endi. Mana yurishga tayyor qilib shu topshirdik. Yana kimda shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa yoki shunaqangi servis xizmatlar kerak bo'lsa, siz shu pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Hoji akaga murojaat qilasizlarmi yoki erta bahorga bizni qo'limiz bo'shamaydi. Erta bahorgacha shu qilinadigan remontlarni qilib, erta bahorga tayyorlash kerak. Buyog'i janona bo'lar ekan. Mana bunaqangi janonalar hammasi bularni akkumulyatorni olib qo'ygan. Har 20 kunda zaryadka qo'yib qo'yadi. Shunday servis xizmatlari qilindi. Hozir mana egasini o'zi videoga chiqishga sal uyalar ekan, shuni egasini o'rnidan ham o'zim gapiryapman. Qarachi Hoji aka, nima deydi? Bolalaringiz sog' bo'lsin, ishingizga rivoj. Qarachi Kara apparatlar zo'r. U har doimgidan ham ko'proq, ya'ni sezon bo'yicha chiqaradigandan 1 millionta ko'p chiqardim deyapti. Shu apparatni qo'ydik, shu natija zo'r berdi deyapti, ish berdi deyapti. Shu sezon bo'yicha nima deydi? Pulini ham oqlab ketdi deyapti. Prosta o'zi sal noqulaylik qilib videoga chiqishga uyalar ekan, tortinar ekan. Shuning uchun nomidan gapirib qo'yardim. Hammaga rahmat.